Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xudo xolasa uyimni asfalt qilishim kerak deganlarga uyga asfalt qilish narxlari qanaqa bo'lyapti va jarayoni haqida tanishtiramiz. Bugungi obyektimiz Sharxon tumanida. Xudo xolasa har bir reysdan oldin xuddi shu holatda mashinaning kuzotlari bir qator yuvib tozalanadi. Undan keyin xuddi shunaqa 200 gradusda pishgan mayin asfaltdan yuklab chiroyli qilib olib boriladi. Xudo xolasa mana asfaltdan ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shu holatda to'kiladi. Bu asfaltimiz Sharxon tumaniga 12 tonna olib kelindi. Mayinligini, holatini ham ko'rishlaringiz mumkin. Asfaltimizga qo'shilgan o'sha saqchi bitum deyiladi. U bitumi Farg'ona bitum bo'ladi. Farg'ona bitum hozirgi kunda Rossiyaning bitumidan ham narxi qimmat turadi. Sifati ham a'lo darajada bo'ladi, xudo xolasa. Xizmat akalarimiz, usta akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan, xudo xolasa. Ekranda nomer qoldiramiz. Telefon qilsalaring bemalol xohlasalaring kvadratga, xohlasalaring tonnabay qilib, narxlarni chiroyli qilib qo'yib berishaveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, tonnabay hisobida 630 mingdan 700 minggacha bo'lyapti. Agar kvadrat bay bo'ladigan bo'lsa, undan arzonroq bo'ladi narxi. Endi qaysi holatda kimga qanaqa, kimdir kvadratga bostiraman, kimdir tonnaga bostiraman, qalinroq bo'ladi deb o'ylaydi. Talabga qarab xudo xolasa chiroyli qilib xizmatlaringni bitirishib berar ekan, xudo xolasa.